Ma 1 milyon fut deyma o. Ya adaş, ma bir program var ki degine. Manında adaş, ma bir pelen cevap verip bana dikense qara. To'g'ri cevap verip en ahırda ussang 1 milyon fut dikense. Boşuna ben berip qatış bakayım ki deyim hazırla. 1 milyon depse senin kallangda adaş tutup alsam, koyu alsam, beğenmesem, iyi alsam, açtan ötsen kesin gününe. Singen buman yep jim nefsani yaşar ya da. Sen uyada bir bunda pul bulamayız. Onda olsa adaş, ben uyaga bağmay buldu. Özümüz işte programından birini qalaylı. Acaba beni azırak xori gösep qaptı ki men aşınımda azırak çıkarıp meblağ salay. Qanda? Qısaqmı, qilli bu işni. Hem de şu bu programı adamlar kip qatnışamı. Qatnışamı demse, qara men hazır pamıçarıq yollaya. Qançılık adam kip qatnışıydı ki. Mana yollavettim. Mana ben nima dedim? Mayırlar gelişki başıldı. Ben acayip işkili. Beli qiyamış ama. Delmişe. Kire mayır. Ama ne bir mayır kep buldu. Ben nima dedim? To'xta eshikni oching. Ya savollarga javob berib pul topay degan, men pek jiddiy pul lazım deb kaç so'radim. Men nega oldiraysan? Aypon. Oldirmay bomin qilib, bunda qildigan ish bu. Menga kirang ishga kirib bomin qilsan. To'q qalamni bir litasi qiyib ketamish. Savollarga javob berib biyib ketamish. Qatnışıma. Ya sen kitipsen go, kire. Aqlli odam chiqqan juma aday bola qilib chiqib tizilib o'tirib bo'ldi jiroylik qilib. Ben nima dedim ada sana? Kilodo, yani kilodo juma texin. Ara ana. Bizmi? Sanjog'imi? O'ta. Yaxshimisiz do'stlar, yaxshi o'zinglarmi? Men do'stlarga qarko'z bo'lman. Bizningki Menday programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Bizning bu programmamizni E'tibor so'z shaharchisi alayda qo'llagan hamda E'tibor so'z shaharchisining yangi turi bo'lgan E'tibor turmush subsida undidor savdogarlari hamda amaliy do'konchilar o'zining do'konini ocha oladi hamda 3 milliondan ortiq xalqqa o'zini yaxshi tashviq qila oladi. Xaridorlar iste'molning 20% gacha bo'lgan qizil bo'laqni erisha oladi. Qani unda bo'lsa biz hozir o'zimizningki 4 grupa mahirimiz bilan ko'rishib chiqaylik. Men Abdu Balla qirg'avul deb chaqirdi. Chunki men xalqa vaqt xalqaga uchib bormay qaytdim. Men Shirzod shundan ilg'orlashtiruvning qo'rg'isi bo'lman. Maqsad ishkirdan ikkinchi qo'l yangi tiflarni pifa taqdim et. Dehshat azana ehtiyoj badlab qolsa meni qo'shib olsanglar bo'ladi. Adaş. Sen telefoncuda qilamsan? Men telefonda qilman. Adaş men Uisk Max Pro'ningga birsi lazım deb bağmasın deb. Badaş qancha pullar turib bo'lsa segadash? 300 qo'ylar atrofida bo's bo'ladi adaş. Anda u pulga topqili bo'ladi, biroq shu 4-5 yil saqlab qolsa adash. Ya, menga hozirning o'zi kerak. Unda shu o'g'lab bersam bo'ldi adash. Yaxshimisiz do'stlar, mening ismim Sardar. Bugungi savollar menda aylansin. Bugungi utuqmi mening, saknim mening, pulmi mening. Yaxshimisiz do'stlar, mening ismim Aziz. Mening ismim Azal. Bugun ikkimiz ma vaqtlarni hamsi chaqlaymiz. Yaxshimisiz do'stlar, yaxshi o'zinglarmi? Mana bizning mayirlarimiz o'tirib tayyor bo'ldi. Biz unda bo'lsa birinchi savolimizni boshlaylik. Bizning birinchi savolimiz dunyoda insonlar uchun eng muhim narsa nima? Buningga 4 mayirimiz hammasi javob berdi. Kimning bergan javobi eng to'g'ri bo'lsa, shu 1 nomerga erishdi. Qani mayirlar marhamat. Shanfanjon. Telefon. Pul. Tan salomatlik. Do'stlar, mana birinchi savolning javobini tugidi. Bu savolda chempion bo'lganlar mencha bo'lsa shakichiklar, Azim bilan Aziz, chunki ular tan salomatlik deb javob berdi. Haqiqatan dunyoda insonga eng muhim bo'lgan narsa tan salomatlik. Birinchi maydonda Azim bilan Azizga 1 nomer qaytildi. Qani ikkinchi savolimiz hamda hozir bularga sunamiz. İkinci savolimiz: dunyoda qanday inson g'amsiz bo'ladi? Qani mayirlar? G'ami yo'q odam g'amsiz bo'lmamda.
Göreyim o sen. Telefon badem. Qiymi yo'q madam bulamda, har qanday odamning qiymi bor. Apsi bor, dadısı bor. Adamlar hamsiz bo'ldi. Bizga o'xshash. Mana bizning ikkinchi savolimizning tugidi javoblarni anladik. Bizning bu ikkinchi savolimizga to'g'ri javob berganlar yandilam shu bizning shakirtlar azim bilan aziz bo'ldi. Ularning bergan javobi ota-onasi bor insonlar g'amsiz yashaydi dedi. Bu savol menimcha bo'lsa intayin to'g'ri, chunki ota-onasi bor insonlar, ota-onasi yo'q insonlar qaragan chog'da haqiqatan ko'pincha vaqtlarda g'amsiz bo'ladi. Chunki ota-ona degan bu ikki ulug' tog' farzandga nurg'un vaqtlarda g'amlardan xoli qila oladi. Endi bizningki 3-savolimiz kelaydi. 3-savolimiz hozir qizchaqlar qanday yigitlarga amroq keladi? Qani mahirlar. Hozir qizlar qanday bolalarga amroq deganda, puling yanchiq to'lish kerak. Kostyuming duxa bo'lish kerak. Qaytdi. Bizga o'xshash chiroy sabiy, biz tabiiy bolalarga amroq. Hozir qizlar qanday bolalarga amroq desang, yuzingning formi yaxshi bo'lishi kerak. Bo'yning menga o'xshash 1.90 bo'lishi kerak. Qolgan gapni sishing choplaydi. Hozirdagi qizchaqlar bizga umoq bolalarni yaxshi ko'rdi. Üçüncü savolga yanılan bizning shakirtlarimiz to'g'ri javob berdi. Demisam hozir qizchaqlar kichikmishda omoq bolalar amroq. Bizning cho'nglarimiz qat'iy umid qilmoqda bular bosh ketib qolibdi bular. Qani degan bizning bu programmamizni birinchilikni olganlar yanılan shu azim bilan aziz shakirtlik. Qani ularni tabriklaylik. Ya adash, ma bizning chempion bo'lgan shakirtlarning ma bizga yeb kelgan bir san'at numeri bor ekan. Sence qanday ola o'rindab bersa? Chatoq yo'q, o'rindab bersa, xalq yaxshi ko'radi. Do'stlar, bu ikki shakirtlik bo'lsa, kichigidan shu ishkirda tug'ilib, maktabda o'qib, cho'ng bo'lgan, hozir 4-sinf o'qiyotgan ikki shakirtlik bo'ldi. Bular bizning yurt taraflarga ancha bek chiqib berib ketmagan. Bularning gap qilishlari intayin tabiiy, intayin omoq chiqadi. Bular degan bizga bir o'zlari bir ssenariy qilib, necha vaqtni bir ishkayni tayyorlab qilib yodlab qolgan bir numeri borki, ashuni bir o'rindab emasiki, yoqtirib ko'rishingizni qizg'in umid qilaman. Haqlar bizni Gonjo tug'ilib, Gonjo cho'ng bo'lgan bolalar Uyg'urcha gap qilolmaydi dediki, biz bu qarkusning ufqisi bo'lgandan-ki, biz bu bitta zo'pi ishlab olmamdi. Bu ufqa Əmsə biz insanlar bilan başlanıb o'tirdiki majrani sir aqliq deb biraylik. Alloh baxsın. Sen başlanıb ala ve insanlarını alay. Ha buldu aka. Usal paşa uzun kiçik hem bek tola. Şunç şahsan çay aladın açalmaysan. Nefsin yaman kanı şurab iş doymğaş. Siz bir şapaqdan qaçalmaysan. Yaqın badek adamların təlirdə. Uyalmasın nesne sancıp qaşıtsan. Çaqa yeni iştipse vürek. Kaçıp gidip uzakça karşılatırsan. İnsanlar usal deyse bizlerini. Arancı bir şurap koysam kınanını. Şaplak bilen almak buldum cinemni. Uzağını uraldım çanlara. Size getirip inip kasam cinemni. Hey insanlar, hemimizge sürücü can gerek. Bu da sizler güç görmek buğan değil. Bizlerge şunu da kan gerek. Kınan şurap bulup kesip armıyor. Kahramanı bazı deme özemni. Çünkü konudan bende giyeceğinlip kahari edepteydi özemni. Sap tumurgan nesne sancıp tekrar kanı bozup sorunla gayretlerini başlatırsan. Adı bala erayalini birbirine dadlatırsan, dostni düşman tukalarını birbirine yadlatırsan. İnsan bulup yaşap mı birbirini kudurenmeye atık koyma pajıga. Bala bulup adamga tapkınını yedirenmeye atık koyma pajıga. Aya bulup yaşap mı birbirini kuydurenmeye atık koyma pajıga. Gaybe kulluk sıktınken insanlar atık koyma pajıga. Gaybe kulluk numustu şu sebepte tızsızlık mı yaş kandır pajıga. Hey insan, küçük etten kılamdın. Endi berip kimden mi çakası? Kunda müsaademle cinini kanda bakası. Çakan çidimesen işin dimlet yatası. Kalaymagan gaybe kılmay ağzını mükim yapası. Gaybe kuni tutmay yolunu doğru tapası.